Birinchi profilmi bu? Birinchi pro, birinchi bilet. Shahzod, pullaring, mana sertifikating ukajonim. Numenorda 3 oydan beri o'qiyapman. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun o'quvchimiz Shahzod Profit Pro kompaniyasidan pul yechmoqda. Mana Shahzod, pul yechmoqsan Profit Pro kompaniyasidan qanaqa o'zingni menlaring aytib bersang, o'tganingni hammasini. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men ismim Shahzod. Numenorda 3 oydan beri o'qiyapman. Shu Kapo bilan efir bo'lganda $10,000 profit yutib oldim. Shunda meni ikkala etapdan o'tib, vivitga berib, vivitimni olaman. Shahzod, pullaring, mana sertifikating ukajonim. Tabriklayman. 3.720.000 so'm. Shahzod kim o'quvchisisan? Sizni Suhrov aka. Numenor o'quvchisi. Bitta men shug'ullanmagan. Individual. Bo'ldi shug'ullangan, to'g'rimi? Beg'uz aka. Prosta tushunishinglar uchun biza har doim ham pulga Numenorda pulga kurs sotish birinchi o'rinda pulni qo'ymaymiz. Shahzod, bir sen bo'lsa ham sendan oldinmi o'qish uchun? Yo'q. Как есть etgan? Yo'q. Olmadim, to'g'rimi? Oying bilan tanish bo'ldim, keldilar, men seni chaqirdim, o'shandan beri o'tirib ishladik. Birinchi profilmi bu? Birinchi. Umringda birinchi marta prop olding, to'g'rimi? Ungacha Real Balansda vivit qildim. Propdan vivit qolsin. Birinchi pro, birinchi bilet. Xo'p, endi men o'ylaymanki, bu shuncha odam o'tiribdi, bitta qarziga chopib qo'yasizlar, u birinchi marta propdan vivit qolsin. Qarsiydan eshitdingmi? Boshqa seni hayotda hech kim tabriklamaydi. Hayot o'zingcha ishlab yurasan buning uchun. Rahmat. O'shanga Profit Pro'ga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi safar yana kutib qolamiz, duvidlarni, zo'rlarni.